Qo'qonda tez tibbiy yordam mashinasida daraxt ko'chatlari tashigan haydovchi ishdan bo'shatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qonda tez tibbiy yordam mashinasi o'tin tashimoqda sarlavhasi ostida video lavhalar tarqalgan edi. Mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rasmiy izoh berdi. Unda aytilishicha, 13-mart kuni Qo'qon shahar 10-sonli oilaviy poliklinikaga tegishli tibbiy yordam avtomashinasiga biriktirilgan haydovchi o'z boshimchalik bilan daraxt ko'chatlarini yuklagan holatlarda harakatlangani aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha poliklinikada Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi mas'ullari ishtirokida tanqidiy yig'ilish o'tkazildi. Unda haydovchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Shuningdek, poliklinika bosh shifokoriga o'z xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan avtomashinalardan unumli va samarali foydalanish choralarini ko'rish bo'yicha haydovchilar o'rtasida yetarli darajada yo'riqnoma o'tkazib, tushuntirish ishlari olib bormagani uchun hayfsan intizomiy jazosi berilgan deyiladi xabarlarda. Qo'qon shahar